14-я пара турнира «Октагон 42». Поединок в промежуточном весе 68 килограмм. И первым в синий угол клетки приглашается боец из Таджикистана. Встречайте, Камариддин, он же Камил Карате Хасанов. Пацан, быстрый как Запсан, сделал себя сам, сердце Таджикистан. Demak, qadrli do'stlar, Qamariddin, ya'ni Kamil Karate taxallusi bilan anchagina nom qozongan Qamariddin Hasanov, Tojikiston vakili, 34 yoshda. Bo'yi 1.75 cm. 5 ta jang o'tkazgan, 4 ta g'alaba, 1 ta mag'lubiyat. Uning raqibi esa vakilimiz Kamolov. 21 yoshda, 1.74 cm bo'yiga ega. Professional ko'rsatkichi, 2 ta g'alaba, 2 ta mag'lubiyat. Turon yakka kurash bo'yicha sport ustasi, kickboksing bo'yicha sport ustasi, kickboksing bo'yicha O'zbekiston chempionati sovrindori. Mazkur jang kelishilgan, ya'ni oraliq vazn toifasi 68 kilogramda bo'lib o'tadi. Shu o'rinda aytib o'tish kerak, Odilxon Kamolov vazn qila olmaganligi sababli sariq kartochka bilan oktagonga ko'tariladi. Barchaga ma'lum, bularning qarama-qarshiligi ancha avval boshlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda guvohiga aylandik. Va o'ylaymizki, bugungi jang barchasiga yakun yasaydi. va albatta anchagina qiziqarli jang bo'lish kutilyapti, qadrli do'stlar. Shunday ekan, yana bir bora ekran qarshisiga to'la-to'kis joylashib olishingiz mumkin. Translyatsiya hamkori esa yaqindan yordam berganligi uchun O'zbek Telekom aksiyadorlik jamiyatiga e'tirof etamiz. O'zbek Telekom ochiq aksiyadorlik jamiyatiga minnatdorchilik izhor etamiz. Qamariddin Hasanov, Kamil Karateni ko'rib turibsiz. Tojikiston vakili. Быстрый как Запсан, сделал себя сам, сердце Таджикистан. Ты свеж, делай шаг и трэш, забирай свой кэш. Он за на стол, бабки летят на стол. Это пацан как волк, это пацан как стол. Знай слово назад, взгляд прямо в глаза. Видит только назад, бабкаешь алла. Итак, друзья, внимание, его соперник, красный угол клетки. Боец из Узбекистана. Встречайте, Odilxon Kamolov. Qadrli do'stlar, hamyurtimiz taklif etildi. Odilxon Kamolov. Bu yurtdoshimiz internet olamida anchagina mashhur va aynan Oktagon promotionida qozog'istonlik MMA
jangchisi aktyor Erkabo'lan To'xtarni mag'lubiyatga uchratib, yanada mashhurlikka erishgan edi. Blogerlarni ham, vaynerlarni ham ko'rib turibmiz yonida. Azizlar, shov-shuvli jang bo'lishi aniq. Kamil Karate Tojikiston vakili va uning raqibi esa anchagina o'sha shov-shuvlar yarata oladigan sportchi Odilxon Kamolov. Hozir ko'ramiz har ikkisi o'rtasidagi murosasiz jangni. Birgalikda kuzatib boramiz, qadrli do'stlar. Odilxon Kamolovni bevosita arenadan qo'llab-quvvatlash uchun ko'plab shou biznes olam vakillari ham tashrif buyurgan. Xullas, barcha kutayotgan jang. Ha, ularning rekordi u qadar hayratlanarli emas. Lekin bugungi turnirda eng muxlislar kutgan jang shubhasiz Kamil Karate hamda Odilxon Kamolov jangi. Bunga shak shubha yo'q. Kamil Karate Итак, внимание, друзья, давайте поддержим бойцов. Обратите внимание в синий угол клетки. Спортсмену 34, рост его 175 сантиметров, вес 67,7 килограмма. Он чемпион Таджикистана по карате, чемпион Москвы по карате, мастер спорта по карате. На его счету 4 победы и 1 поражение. Из Таджикистана Фотан Камиль Камалидин Хасанов.
Красный угол клетки, его соперник. Бойцу 21 год, рост его 174 сантиметра, вес 69,9 килограмма. Спортсмен выйдет на этот бой с желтой карточкой. Он мастер спорта по Турону, мастер спорта по кикбоксингу, призер Узбекистана по кикбоксингу. У него 2 победы и 2 поражения. Из Узбекистана встречайте Адильхон Камолов! Рефери в октагоне Дауринбек Джакаев. Referi Davronbek Jakayev. Demak azizlar, va'da qilganimiz Бойцы, jang boshlanish arafasida. правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем меня. После команды стоп все действия прекращаем. Покажите красивый, честный бой. Все ясно. Пожали руки. Удачи. Боец красного угла. Вы не вошли в лимит веса. Главный судья. Ясно? Bilasizmi, sariq kartochka olgan jangchi Oktagon ligasida nafaqat gonorardan mahrum bo'ladi, balki birinchi raund ham raqib hisobiga yozilar ekan. Har holda ushbu liganing O'zbekistondagi vakillari shu tarzda ma'lumot berib o'tishdi bizga. Demak, jang boshlandi, qadrli do'stlar. Bosim uyushtirmoqda Adilxon Kamolov. Xo'sh, kim birinchi? Kim birinchi zarbani bera oladi? Qanday zarbani o'tkazib yubordi? Odilxon, lekin yaxshi tiklana oldi. Navbatdagi aylanma zarba, Kamil Karate, Kamoliddin Hasanov. Yaxshi, oxiriga yetkazish kerak Odilxon. Yo'q, bermaslik kerak. Odilxon chiqib ketish kerak vaziyatdan. Yaxshi, vaziyat o'z tomoniga og'ira oldi. Kamolov yaxshi zarbalar kerak. Ma'lumotga o'tib ketmoqda. Ma'lumotga o'tish kerak. Zarba kerak Odilxon. Harakat qilish kerak, lekin yaxshi himoyalanyapti. Kamil Karate, Kamoliddin Hasanov. Bo'g'ish uslubiga o'tib ketmoqda Odilxon. Kerak Odilxon, yana ozgina harakat qo'yib yubormaslik lozim. Odilxon korpusni sarflash kerak. Bu imkoniyat Odilxon Kamolov g'alaba uchun yaxshigina imkoniyatga ega bo'lib turibdi. Oxiriga yetkazish kerak Odilxon Kamolov. Yaxshi vaziyat. Davom etish kerak, chiqarib yubormaslik lozim. Chiqishga urinyapti. Kamil Karate. Yana biroz afsus. Vaziyatni imkoniyatni boyga imkoni boricha harakat qildi. Lekin juda katta kuch sarfladi. Qo'lda jarohat bor. Qarang, qanday qo'ldan jarohat olgani. Oktagonga oqsochiq uloqtirildi. Kamil Karate murabbiylari tomonidan uloqtirildimi? Albatta. Ha, demak
bilan kutgan jang shu tariqa o'z yakuniga yetdi. Odilxon Kamolov yig'layapti. Ha, yig'layapti u. Xursandchilik ko'z yoshlari. Kattagina gap so'zlarga sabab bo'lgan jangda u g'alaba qozonyapti. Kamil karate qo'lidan jiddiy jarohat oldi. Qarang qanday qay tarzda jarohat olgan ekan. Итак, внимание, друзья, уважаемая публика. В связи с травмой по решению судей бой признан несостоявшимся. Mana shunday qarorga kelishdi. Jang bo'lmaganda hisoblandi.